Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan USDJPY valyuta parasida ishlab beradigan 86% win rate'li strategiyani birgalikda o'rganamiz. Meni ismim Hikmatjonov Hojiakbar. Trading sohasi bilan deyarli 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. Agarda kanalimga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, обязательно подписка tashlab qo'ying. Bundan ham foydali strategiyalar va videolar hali oldinda. Demak, bu strategiyamiz trend liniya strategiyasi. Bu strategiya juda ham oddiy, lekin effektiv strategiya hisoblanadi. Ko'pchilik insonlar bu strategiyani ishlamaydi deyshadi, negaki bu strategiyadan to'g'ri foydalana olmagani uchun. To'g'ri foydalansangiz, lekin bu juda ham yaxshi daromad olib kelishi mumkin sizga. Trend liniyani o'rganishimizdan oldin trend o'zi nimaligini bitta o'rganib olishimiz kerak. Demak, bizda ikki xil turdagi trend mavjud. Ya'ni birinchisi o'sha o'suvchi trend va tushuvchi trend. O'suvchi trendimiz demak bizda higher high va higher lowlardan iborat bo'ladi. Tushuvchi trend bo'lsa lower low va lower highlardan iborat bo'ladi. Endi trend liniyani tortayotgan paytda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bizda faqatgina zona yoki support resistance emas, balki trend liniyada ham bizda likvidatsiyalar bo'ladi. Va o'sha likvidatsiyalarga ko'pchilik aldanib xato qilib qo'yishadi. Endi buni qanaqa bo'lishini hozir realniy grafikka o'tgan paytimizda tushuntirib beraman. Oldin trend liniya o'zi nimaligini sizlar bilan bitta o'rganib olamiz. Demak, birinchi bo'lib uptrend holatida sizlar bilan birga ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni ko'tariluvchi trend, uptrend. Bizda uptrend bo'layotgan paytda trend liniyamizda narxlarni minimumlarni birlashtirish orqali shakllanadi. Ya'ni har bitta low bir-biriga tegizib turib trend liniya tortamiz va shu trend bizda o'suvchi trendga trend liniya hisoblanadi. Tushuvchida bo'lsa bizda down trend holati bo'layotgan bo'lsa, down trendni biz highlarni birlashtirish orqali, ya'ni maksimumlarni birlashtirish orqali trend liniya shakllantiramiz. Biz trend liniya tortishdan oldin birinchi o'chirtda bilib olishimiz kerak, bizda umumiy trendimiz o'zi qaysi tarafga harakat qilyapti va maksimalni harakat qilishimiz kerak trendga qo'shilib olishga, trend liniyaga touch bo'lgan paytida yoki uni buzib o'tilishini kutib, breakout bo'lgandan keyin retestidan pozitsiya olsak bo'ladi. Demak, bozorda mana shunaqa holatda biz lowlarni birlashtirish orqali uptrend uchun trend liniya tortamiz. Lekin bizda real bozorda hozir ko'rib chiqamiz bu narsani. Ko'rib chiqayotgan paytimizda e'tibor berishimiz kerak. Bunaqa ideal trend liniya juda ham kamdan kam shakllanadi. Ya'ni qaysidir nuqtalari pastroq bo'lib qolishi mumkin, qaysidir nuqtalari ozgina tegmay qolishi mumkin va bu normal holat hisoblanadi real bozor uchun. Rasmda o'rganganda, prezentatsiyada o'rganganda xuddi mana shunaqa ideal ko'rinishda bo'ladi. Lekin bozorda ozgina farq qiladi. Demak, down trend uchun trend liniya, ya'ni hozir aytganimdek bizda o'sha maksimumlarni birlashtirish orqali biz trend liniya shakllantirganmiz. Biz trend liniya tortayotgan paytda maksimum e'tibor berishimiz kerak. Narximiz qanaqadir kuchli supportdan yoki rezistansdan boshlangan joydan boshlab trend tortishimiz kerak. Ya'ni o'rtadagi nuqtadan emas, balki kuchli support yoki kuchli rezistansdan trend liniya olinishi kerak. Ya'ni pustoy joydan emas. Yokida biz fraktalnost bo'yicha trend liniyani tortsak bo'ladi. Fraktalnost nimaligini o'sha keyingi darslarimizda xudo xolasa batafsil to'xtalib o'rganib o'tamiz. Mana real bozorda qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerakligi trend liniyani. Demak, bizda down trendga trend liniya tortilgan, o'sha maksimum birlashtirilgan va mana bu holatda yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, narximiz trend liniyamizni buzib tepada yopilgan va tepada turibdi. Va lekin yaxshilab e'tibor bersak, keyin o'sha narx minimum buzib o'tdi va darsi down trend. Demak, bizdagi mana bu maksimumlarning yangilanishi, trend liniyani buzib o'tilishi bizda fake breakout bo'lgan. Ya'ni o'sha ложный пробой bo'lgan. Va keyin lekin mana qaranglar, har gal trend liniyaga touch, dals sell, trend liniyaga touch, dals sell. E'tibor beradigan bo'lsanglar, har bitta minimum yangilanyapti va maksimumlar bir-biridan pasayib kelyapti. Va yana bitta ключевой joyi bor. Trend liniyadan foydalanayotgan paytingizda minimumlar qancha bir-biriga yaqinlashib keladigan bo'lsa, trend yo'nalishining o'zgarish ehtimoli shuncha balandlashib boraveradi. Minimumlar qancha bir-biridan uzoqda bo'ladigan bo'lsa, demak bizda sellimiz yaxshigina impuls bilan harakat qilyapti va yaqin orada razvorot bo'lish ehtimoli kam. Minimumlar qancha bir-biriga yaqin, уже bu degani sell kuchi sekin-sekin kamayayotganini bildiradi. Va mana oxir e'tibor beradigan bo'lsanglar, qaranglar, minimumlar juda ham yaqin bo'lib qoldi va maksimumlar ham xuddi shunaqa. Trend liniyamiz bizda buzib o'tildi, breakout bo'ldi. Aytgancha do'stlar, mana Telegram kanalim bor, Hikmatjonov Hojiakbar. Pastda havola qoldiraman. U kanalimda men o'zim bilgan bilimlarimni, har xil live streamlarni va shunga o'xshash ma'lumotlarni berib boraman. Undan tashqari, eng muhimi kanalda to'g'ri psixologiyani boshqarish
to'g'ri emotsiyalarni boshqarish va bozorga to'g'ri kirish chiqish nuqtalari haqida darslar ham bo'lib o'tadi. Pastda havola qoldiraman, bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Kanal mutlaqo bepul, lekin qiymati juda ham baland. Demak, hozir sizlar bilan trend liniya tortishi aynan shu USD JPY parasida 4 soatli time frame da birgalikda ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Demak, birinchisi narxga eng yaqin joydan boshlaymiz. Narxga eng yaqin joy demak, bizda mana minimum, narxga eng yaqini уже undan keyingi shakllangani mana minimum hisoblanadi. Lekin biz hozir sizlar bilan buni o'rganishimiz uchun real grafik bilan emas, balki istoriyadan bitta ko'rib o'rganib olishimiz kerak oldin qanaqa qilib to'g'ri tortishimizni. Demak, istoriyadan tortadigan bo'lsak, bizda oxirgi kuchli maksimum va mana bizda idealniy trend liniya shakllangan selga qarab. Va qachonki mana trend liniya buzib o'tirgandan keyin ko'rasizlar, yaxshigina impuls bilan narximiz tepaga qarab rost bergan 340 pips va mana korreksiya уже hozirgi belgilagan zonamizdan, supportimizdan narximiz shu joyga mana bitta retest qildi, minimum yangilanmadi. Demak, bizda hali ham uptrend davom etyapti. Qachonki bizda mana shu qo'yilgan oxirgi minimum yangilansa, shunda bizda downtrend boshlangan bo'ladi. Lekin hozircha bizda uptrend. Va mana birinchi impulsimiz demak почти 200 pips bo'ldi. Ikkinchi marta tushganda qaranglar, даже mana qo'ygan minimumni ham yangilamasdan narx tepaga harakat qildi. Va уже ikkinchi impulsda biz demak 250 pips foyda qilishimiz mumkin edi agar har gal просто supportga kelgandan pozitsiya oladigan bo'lsak. Demak, biz mavzudan chetlashmaymiz. Mavzuyimiz demak trend liniya edi. Xo'p, trend liniyani biz faqatgina support resistance emas, USD yena parasida biz faqatgina trend liniya orqali ham yaxshigina daromad qilishimiz mumkin. Demak, mana 4 soatli time frame bizda trend liniya shakllandi, narximiz keldi, buzib o'tdi. Buzib o'tgandan keyin retest. Retestidan keyin pozitsiya olganingizda ham birinchi impuls o'zi 200 pips yurib beryapti. Dalish kutilsa 250 pips foyda olinsa bo'ladi. Mana hashtag grafik. Endi bizda faqatgina ust emas, bizda ichki trend ham shakllanishi mumkin. Demak, bu global o'sha asosiy trend liniya bo'ladigan bo'lsa, bizda buni ichida mana bunaqa ko'rinishda bizda ichki trend ham shakllanishi mumkin. Demak, bu уже ichki trend liniya. Demak, bunisi bizda tashqi o'sha glavniysi va ichidagisi bizda ichki trend hisoblanadi. Ichki trend liniya buzib o'tilgandan keyin ham pozitsiya ochadigan bo'lsak, unda ham 200 pipsdan oshiq mana narximizga harakat qilib bergan. Va yana bitta aniq statistikani sizlarga aytib o'tib ketmoqchiman. Yanada aynan siz trend liniyani to'g'ri tortib pozitsiya oladigan bo'lsangiz, sell uchun win rate'imiz 80% dan baland. Qaysi time frame'da deydigan bo'lsanglar, H4 time frame'da aynan. H4 time frame'da mana shu uptrendga biz trend liniya tortamiz, buzib o'tilishini kutamiz. Buzib o'tilgandan keyin savdo bitimini ochamiz. Ochgan bitimimizni 80% ehtimol bilan mana biz foydali olgan bo'lamiz. Demak, mana ikkita trend liniya shakllanishidan oldin bizda mana trend bo'lgan o'zi. Ko'rasizlar, idealniy trend liniya. Narx buzib o'tdi, yashil svicha retest qildi. Retestdan keyin birinchi qizil svichadan pozitsiya ochilgan taqdirda ham birinchi minimumgacha o'zi odatda take profitimiz birinchi minimumgacha olinadi. Stop lossimiz bo'lsa yonidagi maksimumgacha. Demak, bizda stop loss bunaqa holatda 50 pips. Take profitimiz esa 150 pips bo'tdi. Endi bu trend ishlab bo'ldi. Okey. Bundan keyingisi o'sha mana trend bo'ldi, to'g'rimi? O'sha bu ichki trend liniyalarni ko'rib chiqamiz. Ichki trend liniya ham xuddi shunaqa mana. Touch buzib o'tildi. Retest birinchisidan olganingizda ham retestdan birinchi qizil svichadan keyin sell olsangiz ham bunda ham 200 pipsli reaksiyani ko'rishingiz mumkin. Va odatda trend liniya strategiyamiz yenalada deyarli hamma time frame'da zo'r win rate beradi, zo'r ishlab beradi. Misol uchun hozir H4 da emas, endi kelaylik kichkinaroq time frame'da, misol uchun 15 minutlikda ko'rib chiqamiz. Demak, 15 minutlikda buni tekshirishimiz uchun biz istoriyaga ozgincha qaytamiz. Demak, iloji boricha narxga yaqinroq bilan ishlashga harakat qilaman. Birinchisi mana joy. Birinchisi mana. Buzib o'tilyapti, trend liniya bor, narx retest beryapti, dalish rost. Idealniy. Hop, keyingisi istoriyadan sekin qaytaramiz, bitta-bitta ko'rib chiqib ketaveramiz. Keyingisi mana trend liniya. Narxi keldi, buzib o'tdi, retestdan keyin hop, bunaqa holatda kirsangiz stop lossingiz 16 pips, take profit bo'lsa 66 pips. Соотношение прям zo'r. Keyingisi mana idealniy, просто idealniy qaranglar. Mana minimum, to'g'rimi? Rostiga olyapman, o'sishiga narx buzib o'tyapti. Retest bor. Birinchi qizil svichadan просто buzib o'tgandan keyin ochilsa ham сделканgiz demak 36 pips take profit bo'ladi. Biz kichkina time frame'da ishlayotganimizni hisobga olinglar, albatta.
Shuni hisobiga bizlarda demak kichkina chiqyapti. Mana keyingisini ham qaranglar. Mana keyingi misol trend liniya buzib o'tildi. Prosta impulsiv sell. To'g'ri, bu joyda lekin sell olishga ulgurmasdinglar. To'g'ri, chunki bizlarda hech qanaqa tasdiqsiz prosta buzib o'tib, yopilishini kutganda ham mana bu joygacha tushib bo'lgan bo'lardi. Xo'p, keyingi misol. Misol uchun mana bu joy. Mana idealniy trend liniya buzib o'tildi, narxda retest bor, buy. Keyingisi xuddi shuni tepasida qaranglar. Xuddi shuni tepasida buzib o'tildi, retest buy. Hozir aytishingiz mumkin, istoriyadan topish juda ham oson. Bittada ko'rsatib ishlab bo'lgan narsani ko'rsatib berib oz deb aytishingiz mumkin. Lekin bitta narsani hisobga olinglar, istoriyadan ko'rib turib, sizlarning ko'zingizlar pishib, mana shu narsani to'g'ri tortishni o'rganmaguninglargacha mana bu joyda trend liniya bor yo'qligini sizlar hayotda topa olmaysizlar. Shuning uchun ham aytiladi, istoriya bilan ishlash kerak, lekin iloji boricha yaqin istoriya bilan ishlash kerak. Sizlarga 3-4 yil oldin bo'lgan narsalar vobshe kerak emas. Vobshe kerak emas. Iloji boricha narxga yaqinroq maksimum, narxga yaqinroq minimum bilan ishlayverish kerak. Endi bu qancha katta time frame'ligiga qarab, lekin misol uchun haftalikda ko'radigan bo'lsangiz, siz 2-3 yillik haylagan lovlarni ham ko'rishingiz mumkin. D1, H4 undan kichkinalarga o'tayotgan bo'lsangiz, 2-3 yillik istoriya sizga umuman kerak emas. Sizga iloji boricha narxga yaqinroq maksimumlar va narxga yaqinroq minimumlar kerak bo'ladi. Endi biz hozir 15 minutda ko'rdik, 4 soatda ko'rdik. Kelinglar endi buni 1 soatlikda ko'ramiz. 1 soatlik time frame demak 100 deganida, misol uchun mana zo'r trend liniya prям явный ko'rinib turibdi. Mana trend liniya bor. Mana buzib o'tish demak bizda o'sha boyga fake breakout bo'lgan, ложный пробой bo'lgan va trend davom etgan. Endi buzib o'tildi, retest bo'ldi, minimum yangilanmadi. Agarda mana shu joyda yaxshilab e'tibor beringlar, agarda qo'yilgan bizdagi oxirgi minimum buzib qo'yilganda edi, biza bayga pozitsiya ochmasdik. Shunga e'tibor beringlar. Qachonki bizda mana bitta yashil svecha to'liq engulfing bo'lib yopildi, keyin pozitsiya olamiz, stop loss minimumi tegiga 35 pips. Yonidagi impuls boshlangan haygacha biz take profit oladigan bo'lsak, demak bizda 90 pips. 1 ga 2 соотношениyadan balandroq. Va bu narsani o'zingizlarda обязательно oldin demo hisobda test qilinglar, tekshiringlar, o'zingizlar uverin bo'lib o'rgan olganingizdan keyin o'sha real hisobda yoki prop hisobda foydalansanglar bo'ladi. Bu strategiyadan to'g'ri foydalanishni o'rgan olganingizdan keyin o'zi faqatgina trend liniyaga qo'shib ishlatishni tavsiya beraman, support va resistance. Prям zo'r ikkita mana shu strategiya yaxshi bir-biri bilan kollaboratsiya qiladi, yaxshi chiqishadi. Zo'r win rate beradi shu bilan birga. Keyingi misol mana. Narxda trend liniya bor, buzib o'tilyapti. To'g'ri, mana kengaygan bu joyda. Buzib o'tilyapti. Endi retest bo'ldi, trend liniyagacha ham chiqmagan lekin. Shunisi bor. Trend liniyagacha chiqmagan. Lekin bizda bu joyda ikkita ichki trend shakllangan. Demak, birinchi ichki trend mana bu shakllangan. Mana. Idealniy kirish nuqtasi berilgan. Ikkinchi ichki trend mana bu shakllangan. Mana. Bu ham sell. Yana bitta case sizlarga ключевой joyi. Narxda tashqi trendni belgilagandan keyin ichkisini belgiladinglar. Ichki trend singanidan keyin 90% agarda siz to'g'ri entry qilgan bo'lsangiz, analizingiz to'g'ri bo'lsa, global trend liniyasigacha ham tushib beradi. Ya'ni katta time frame'dagi o'sha asosiy trend liniyagacha ham tushib beradi ichki. Tashqi trend liniyasigacha ham win rate olsangiz bo'ladi demoqchiman. Tushunyapsizlar? Lekin uning uchun oldin mana shu o'zi asosiy trendni o'zini to'g'ri topishni o'rganib olishingiz kerak. Shuni o'zi sizga yetarli bo'ladi. Yana bitta joyi, biz trend liniyani belgiladik. Demak, tashqi trend liniyamizni to'g'rimi? Tashqi trend liniyani belgiladik, tashqi trend liniya va narximizni unga mana bunaqa retest qilib beryapti, korreksiya qilib beryapti, ko'rib turibmiz. Yana bitta joyi bizda kelinglar, bunisi emas, mana bu misolda ko'ramiz. Mana. Demak, bizda trend liniya bor. Mana. Global trend, demak shu tashqi trend. Endi bizda mana bunaqasiga mana minimumga qarab ichki trend ham shakllandi. Siz ko'rdinglar, narx qisilib keldi, high buzdi. Demak, biz sell ketayotgan joyda asosiy trendga tegganidan keyin buyga pozitsiya ochish orqali ham biz bozordan yaxshigina foyda olishimiz mumkin. Prям juda ham effektiv strategiya. Juda ham effektiv. Mana shu narsa ham. Buni ham win rate xuddi shunaqa 80% dan baland. Lekin biz ko'rayotgan time frame'imizga e'tibor beringlar, 1 soatlik.
yokida bu narsadan foydalanishingiz mumkin. Mana bu tepadagi trend liniyani qo'shib turib, payga pozitsiya olish uchun 15 minutlikda foydalanishingiz mumkin. No, hash to'g'rilada lutchi buzib o'tilishini kutib, selga pozitsiya qaraganingiz yaxshiroq. Xolos siz bundan ham foydalansangiz bo'ladi. No, shaxsiy tavsiyam undan ko'ra o'sha buzib o'tilishini kutish kerak yoki trend liniyaga touch bo'lgan paytida trendga qo'shilishga harakat qilish kerak. Demak, hozir ko'rib chiqqan misollarimizni обязательно o'zingizlarni kompyuteringizda ochib, o'tirib, grafik bilan shug'ullanib, test qilinglar. Любой strategiyani oldin har doim bilasizlar, o'zingizlar ham back test qilish kerak, oldin tekshirib chiqish kerak o'sha istoriyadan qanaqa ishlagan, qaysi joyda entry qilsangiz bo'ladi, taxminan necha pips yurib beradi, o'zi u valyutani misol xarakteri qanaqa, shu narsalarni bitta o'rganib chiqish kerak. Undan keyin o'sha davlatlarni ma'lumotlariga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni Amerika va Yaponiya yana bo'lgandan keyin. Va yana bitta tavsiyam, USD yenida mana shu trend liniyani aynan win rate boy etdim, 70% bo'lgani bilan bu degani любой valyuta parasida, o'sha istalgan valyuta parasida sizlar 70% win rate, 80% win rate bundan kutmanglar. Ya'ni yenida faqatgina shunaqa, chunki yenalarning xarakteri shunaqa. Qolgan instrumentlar bor, misol uchun tillada ishlamaydimi? Yo'q, tillada ham ishlaydi, no win rate USD yena, yevro yena yoki funt yenachalik emas. Trend liniya strategiyasi aynan yenalar uchun umumiy yenalar hisobida ko'radigan bo'lsak 70% dan baland win rate. Agarda siz o'sha trend liniya strategiyasidan to'g'ri foydalana olsangiz, umumiy emas, faqatgina USD yenaga agar to'xtaladigan bo'lsak, USD yenani o'zida 80% dan baland win rate, aynan pozitsiya sizga sell uchun bo'ladigan bo'lsa, uptrend topdingiz, trend liniya tortdingiz, buzib o'tildi, pozitsiya sell. Va siz 100 ta savdo bitimi qiladigan bo'lsangiz, uverен eta olaman 80 tasini foydali yopasiz. Lekin bu degani 80% win rate ekan deb turib, katta risk bilan savdo qilish kerak emas. Albatta risk qoidalariga amal qilgan holatda o'sha risk management, money managementga amal qilib, savdo bitimlarini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, обязательно trader tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Undan tashqari kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha.